До конца отпускаемся. O'rtoqlar 2 kun oldin Surxondaryo Termizda OFP bo'yicha musobaqa bo'ldi. Men ham o'sha yerda tomoshabin bo'lib kuzatib turdim. Boshidan oxirigacha u yoqda hech narsa по-честному bo'lgani yo'q. To'liq tushib chiqilganlar hisoblanmadi. Hisoblangan bo'lsa ham balli kamaytirib yuborildi. Tipa prям как будто yumor bo'ldi-da u. Undan ko'ra musobaqa qilmasdan o'sha o'ringa olingan odamlarni chaqirib berib yuborish kerak edi. Bu mening o'zimning shaxsiy fikrim. Bo'ldi, yaqinda Termizda musobaqa bo'ldi. Musobaqa menga yoqmadi. Assalomu alaykum mollar. Ilgari kuni Surxondaryoda OFP dan musobaqa bo'lib o'tdi. To'g'risini aytsam, musobaqa menga unchalik yoqmadi. Chichib olishdi sudyalar. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Ilgari kuni Surxondaryo Termizda musobaqa bo'lib o'tdi OFP bo'yicha. To'g'risini aytsam, musobaqani chayib yuborishdi. Bilmayman, korrupsiya bo'ldimi, bo'lmadimi. O'zinikilarga berdi-da ular musobaqaga. Biz например finalga yo'l oldik. Farg'onani diskvalifikatsiya qilishdi, chiqarib yuborishdi bizni chetga. Nimaga? Chunki bizni trenerimiz talab qildi. Bizi sherigimiz 28 ta prisedaniya qildi, sudyaning o'zi 28 ta dedi. Yoziladi 28 ta. Final boshlangandan keyin 28 ta prisedaniya 20 ta qilib qo'yishdi. Nima uchun? Men o'shani tushunmoqchi edim. Trenerim o'shanga olishdi. "Yo'q, sizlar biz bilan sporlashmanglar, sudya xato qilibdi sudya" dedi. Sudya xato qilgan ekan, sudyaning aybi bu, bizning aybi emasmiz u. U keyin bizni diskvalifikatsiya tuppa chiqarib yuborishdi bizni komandani. Если честно, men uchun musobaqa yoqmadi. Ahmad aka zo'r o'tkazardi, ular o'tkazishni bilishmadi. Professional emas ekan ular. Ularni yo'qotish kerak edi boradi. Hamma yoqmadi.